Xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashi kotibiyati va deputatlar tomonidan 2025-yilda quyidagi ishlar amalga oshirildi. Xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashining 12 ta sessiyasi o'tkazilib, bu sessiyalarda 154 ta masala muhokama etildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Jumladan, mahalliy davlat boshqaruv organi rahbarlarining hisobotlarini eshitish yuzasidan 80 ta, mahalliy davlat boshqaruv organlari rahbarlarining axborotlarini eshitish masalalarida 8 ta, mahalliy kengash vakolatiga doir masalalarni muhokama etish borasida 14 ta, nazorat tahlil tadbirlari doirasida hududlarni rivojlantirish dasturlari, maqsadli chora-tadbirlar, mavjud muammolarni o'rganish natijalarini ko'rib chiqish masalalarida 15 ta, vakolat doirasidagi qarorlarni tasdiqlash 11 ta, hokim o'rinbosarlar lavozimiga tayinlash bo'yicha 1 ta, boshqa masalalar bo'yicha 22 ta qarorlar qabul qilindi. Ushbu sessiyalarda xizmat vazifasini bajarishda tizimli kamchiliklar yo'l qo'yganligi uchun 3 nafar ijro hokimiyati organlari rahbarlariga nisbatan jami 3 ta taklif kiritildi. Ulardan 1 nafari intizomiy chora belgilash, 2 nafari vazifasidan ozod etish bo'yicha yuqori turuvchi organlarga taklif berildi. Hisobot davrida hokim o'rinbosarlari bo'yicha 30 ta, sektor rahbarlari bo'yicha 1 ta, ichki ishlar bo'yicha 1 ta, moliya bo'yicha 5 ta, soliq bo'yicha 5 ta, sog'liqni saqlash bo'yicha 1 ta, ekologiya bo'yicha 1 ta, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha 9 ta, boshqa masalalar bo'yicha 20 ta hisobotlar eshitilgan. Shuningdek, prokuror bo'yicha 2 ta, xalq qabulxonasi bo'yicha 2 ta, adliya bo'yicha 1 ta axborotlar eshitilgan. Sessiyalarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, ma'qullash uchun Senatga kiritilgan qonun loyihalari muhokama etilishi yo'lga qo'yilgan. Hisobot davrida 34 ta qonun loyihasi bo'yicha xalq deputatlari tuman kengashi deputatlari ishtirokida 34 ta muhokamalar yo'lga qo'yildi. Ushbu yo'lga qo'yilgan muhokamalarda jami 226 ta takliflar Senatga berilgan. Yangi qabul qilingan qonunlar 23 tani tashkil etgan bo'lib, ularda targ'ibot tadbirlari 51 tani tashkil etdi. Hisobot davrida o'tkazilgan mahalliy kengash sessiyalarining 12 tasi ommaviy axborot vositalarida yoritilgan. Shundan 6 tasi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatildi. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, aholini xabardor qilish maqsadida kengash tizimi orqali jami 154 ta qaror rasmiy e'lon qilindi. Shundan 9 tasi yopiq tarzda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qarorlar soni 18 ta. Xalq deputatlari Yangiobod tuman kengashi deputatlari tomonidan o'rganish natijalari aholining murojaatlari asosida mutasaddi idora va tashkilotlar rahbarlariga jami 36 ta deputat so'rovi yuborilgan bo'lib, ularning 35 tasiga javob berilgan. Bittasi ko'rib chiqish jarayonida. Hisobot davrida xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashi deputatlaridan o'z saylov okruglarida aholi vakillari bilan 91 ta uchrashuvlar tashkil etildi. Ushbu uchrashuvlarda jami 116 ta muammolar ko'tarilgan bo'lib, ushbu muammolarning 97 tasi ijobiy hal etildi. 19 tasi yuzasidan tushuntirishlari berildi. Xalq vakili sifatida xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashi deputatlariga fuqarolar tomonidan kiritilgan 71 ta murojaatning 66 tasi ijobiy hal etildi, 5 tasi bo'yicha tushuntirish berilgan. Xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashi deputatlari faoliyati ommaviy axborot vositalarida jami 198 marta yoritilgan. Xususan, mahalliy televideniyada 4 ta, radioda 1 ta, bosma nashrlarda 4 ta, internet veb-saytlarida 64 ta hamda ijtimoiy tarmoqlarda 125 marta chiqishlar amalga oshirilgan. 2025-yil davomida mavjud 15 ta deputatlarni huquq targ'ibot organlari tomonidan daxlsizlikdan mahrum etish bo'yicha taqdimnomalar kiritilmagan. 2026-yilda ham xalq deputatlari Yangiobod tumani kengashi va deputatlari o'z ish rejalariga muvofiq mahalliy ijro etuvchi hokimlik bilan hamkorlikda o'z faoliyatlarini davom ettiradi. E'tiborlar uchun rahmat.